Pulni berib qo'ygandan keyin qaynonani boqish kerak, qaynotani boqish kerak. Kelin qaynonani boqish kerakmish. Qatdan olishyapti bunaqa gaplarni. Tavba. Kelin, Labbi oyijon. oy sizni pazandadi, biroq sizni maqtagan edilar. Bir somsa qiling, meni hayron qoldiring bolam. Xo'p bo'ladi. Chachipiti, qaynonamni hayron qoldirish uchun qanaqa somsa pishirishim kerak? Mana oyijon, zakazingiz tayyor. Voy, rostdanmi qani? Mana somsalar yoqimli ishtaha. Voy, o'lmasam, bu nimasi? Ilon somsa-ku. Shunaqa ham somsa bo'lar ekanmi? Nima hayron qolmadingizmi somsaga? Voy, men davleniyam oshib ketdi. Voy, mazam bo'lmayapti. Tezroq tez yordam chaqiring. Voy, tez yordamchi oyijon 1 soatda keladi. Tez yordam kelgungacha men o'zim sizni davleningizni tushiraman. Chachipiti, uy sharoitida qaynonamning davleniyalarini qanaqa tushirsam bo'ladi? Voy. Mana oyijon, xushbo'y damlama. Ichib oling mashina. Voy, voy. Nima bu? Iloningizni zahardan qo'shganmisiz? Menga nima balolar berdi, hamma yog'im qichib ketyapti. Ay, kelin! Labbi oyijon. Menga nimalar berdingiz? Hamma yog'im qichib ketyapti-yu. Voy, zato davleningiz tushdi-ku oyijon. Chaqiring tez yordamni, chaqiring tezroq. Hozir. ChatGPT tez yordam raqami Oling bu yoqqa. Ajalimdan 5 kun burun o'ldirasiz, ChatGPT'ni qursin. Yuring, sizni bir joyga olib boraman men. Faqat Qani kelaman. yuring. Kelin poshsha, endi sizni o'zim o'qitaman. Mashriq mashali o'quv markazimizda kelinlikka tayyorlash kursimiz mavjud. Bunda psixologiya, turli taomlar tayyorlash, massaj, kosmetologiya, nozik masalalar, karding, imij stilistika va kelinlarga kerakli bo'ladigan barcha saboqlar o'rgatiladi. Ertadan chetga kelib o'qiysiz. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi ham shular bor. Agar shunaqa markazlar bo'lmasa, biz hushimizdan ketib qolsak, shu kelinlar ertaga ChatGPTdan so'rab, bizani ko'ngora qoladi. Kelinlar, kelinlar, kelinlar.